o'sha erkaklarni o'zimizdagi qila olmadikmi? Harakat qilishimiz kerak, o'shalardagi qabul qilishga. Karinani yana fojialari nimada bo'ldi? Shu yerda ayol va erkak asli ikkita qutuq. Fitrati boshqa yaralgan. Erkak uchun muhabbat mavzusi deylik, uning bir dunyosi bo'lsa, bitta mana shu joy, bir stakanchalik joyini egallaydi. Bularning mantig'i, bularni yashashda. Bizni fojiamiz, bizni xatomiz nimada? Biz uchun o'sha muhabbat, o'sha obyekt, o'sha odam butun dunyomizga aylanib ketadi. O'sha erkaklarni o'zimizdagi qila olmadikmi? Harakat qilishimiz kerak, o'shalardagi qabul qilishga. Men seni hayotingda asosiy markaz emasmanmi? Sen ham men uchun shu. Va o'zingni dunyong bilan, o'zingni olaming bilan boyitish bilan ovora. O'shandagina qaytanga zerikarli ham bo'lmaysiz. Mabodo birovni qismatida shu narsani ko'rdingmi? Tezda hukm chiqarmaslik kerak. Agar o'zingiz shunaqa kuyga chalinadi deb bilsangiz, jim turib yengishga kuchingiz yetsa yengiy oling. Lekin agar o'zini yog'iga o'zi qovurilib yotgan ayolga ham o'tirib, uni tartiga chapak chalib, birovning musibatini muhokama qilmang. Kareninani oldida o'g'lini qaytara olganda edi-ya. Haqiqatan ham axloqim buzuq ayol bo'lganda ham o'zini poyezdga tashlamasdi.